La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Aşhadu la ilahe illalloh. Aşhadu enne Muhammadan abduhu ve rasuluhu. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, tojik xalqi, o'rta Osiyo musulmonlari. Men bugun sizlar bilan guruh qilmoqchiman paxta haqiga, ya'ni keyin mana bu Rossiyaga har xil gaplar bo'lyapti. Bitta balani o'ldirgani haqiga, Rossiyani qarg'ayotdi, o'shalar haqiga rosa rus blogerlari hamma kanallar o'zi jinoyatni aytyapti. Hech kim nima yo'q, o'zimizkilar qanaqadir ruslar ustidan gap qilyapti. Keyin yangi mullachalar bor, Rossiyani qulasan degan, o'ris qulasan, boshqasan degan. Dadaxon Hasanovda ham endi millatchilik qilib, ya'ni paxtani haqqiga bizlar qul bo'ldik. Bitta kilo paxtani haqqiga bitta mol berardi, unaqa deyapti. Paxta o'sha payt ham 15 ta mana ammam bordi, pochcham 15 ta balasi bordi, o'sha paxtani puliga boqardi. Balasini 15 ta balani. Mana hozir ko'rib turibman sanlarni 2 ta 3 ta balang bilan alimentga ajralib, bitta 2 ta balang bilan 2 ta 3 ta xotin qilaman deb hammang yerga tegish bilan o'rasanlar, yeri borlar 2 ta 3 ta xotin qilaman, ko'chaga bir tayin o'qtar yursanlar. Bu nima uchun, nimaga bo'lyapti? Nima uchun Rossiya passiya deysan, yomonlaysan? Men shularni yangi ochib tashlamoqchiman. Bu Alloh taoloning xohishi. Alloh taolo oldindan bu narsani ijod qilib qo'ygan. Rossiyaga borishingni, ruslar bilan bo'lishingni. Bu Sirday davlat bor edi, bu og'darildi, bu islomiy emasdi. Alloh taolo yuzini islomga keltiradi. Bu shunday bir yaxshi jamiyat qildi. Yaxshi to'ydirib, yedirib ichirdi. Yana o'shanaqa jamiyat qaytariladi, Sir qaytariladi. Nima uchun desang, bu Sirda tiklanish kerak. Bu islomiy davlat bo'lib tiklanish kerak. Rum sherigi bo'ladi maqtani. Mana shu Rossiya bo'ladi bu. Bu Yevropa, Amerikaga qarshi turish uchun Xristian ahli kitoblari islomga kelish uchun davlat qurish kerak bo'ladi. Paxta hozir ham mana ko'rib turibman, paxta ekilmayapti, paxta foyda bermayapti deyapti. Paxta ekkanini ham eshitaman, bu faqat bombaga ishlatiladi, qurolga ishlatiladi, ya'ni raketa paketalarga otuvchi qurolga, poroxga ishlatiladi deyiladi paxtani. Gap paxtaga emas bu. Hozir ham shu kalish tipli qilib qilmagan shu Rossiyaga borib ishlayapsanlar nima? Rossiyani qani O'zbekistonga kelib ishlasin, ruscha chidolasanmi? U Rossiya ham hamma o'g'irlar, gala duzzilar, turmadan chiqqanlar, hamma bezorilar, men bilaman qanchadan qancha alkash-chalkashlar Rossiyaga yuribdi. Ularni ham asabiga turib turmaga tushganlarni bilamanki, turmadan turib karta o'ynab, ruslar bo'yniga qo'yib keraksa xotindan pul oldirib, turmaga jo'natib, pul turmadan turib ishlatadigan mafiyalarni bilaman. U tojiki qaysi o'lkasi o'zbeklarni bilaman. Yegan po'qini yeb rasvolik qilib yurganlarni bilaman. O'zingni ko'p oliy tutmagin sanlar. Sanlarni borishing, xor bo'lishing, mamlakatda ham O'zbekistonda ham Tojikistonda ham yomonlab o'tirmagin. Unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Sanlarni xohish, Allohning xohishi bilan borgansanlar. Islom dinini yoyish uchun Allohning xohishi bu Yevropa, Amerikaga, Rum ahli islomga kelish uchun sanlarni Alloh taolo rizqini ma'vidan qilgan. U balani bo'lmasigani, o'lgani ham shov-shuv qilib qancha o'zbek tojik kanallar tiqilib turib, mingtang, milliontang ochyapsan. Mayli ochaver, hamma Allohning xohishi bilan bo'ladi o'lish. Qanchadan qancha bilaman ruslarni oilasini sho'rni qurtib basha qilib yurgan o'zbek tojiklarni men bilaman, eshitaman. Albatta ularni ham jahli chiqadi, ularning alami keladi. Men ham keraksa vaqtiga borganman, to'g'ri ishlamaganman. Hamma haqqim ayri o'ray, pulim ayri o'laydi, ularga ham keraksa noto'g'ri ishlagan, hatto meni Alloh tekshirib imtihon qilib turgan paytiga ham bir ikkita mentlar meni pulimni olib borib majburlab pasportimni olib qo'limdan pul bersang 1000 so'm rubl degan qancha majbur berib yana qaytib kelib mana bu padonga ishlagan padon qabul qilguncha 1,5 so'm yani klient haqidan qurib qo'yganman. Sanlar ham boshqa ham shunaqa kartoshka po'laga o'g'irlikqa borgan, mana shu sheriklarim borgan, baribir olib kelgan ovqatini yeyman deb men ham borganman qo'shilib, baribir ham shularni qo'ldan yeyman deb. Hammang o'g'ri, to'g'ri emassanlar. Musulmonman deysan, musulmonlik da'vo qilasanlar. Qani menga qaysing bir like bosib, qani Imom Mahdini qo'llayman deyapsanlar. Imom Mahdini qo'llayman, Allohga xizmat qilaman, Allohdan jannat istaysanlar. Sanlar oldin jannatda emas, mana shu yerda sanlar isloh qilin, yerda shukronasini ayt. Alloh taolo bergan rizqni oqlagin sanlar, bir ho'sh suvini oqlagin. Men bir eshitganman, bir oldin eshitganmanki, bir inson shunchalik turizmga ibodat qilgan ekan, u dunyoga borganga, men juda zo'r qildim, jannatda ishlab qo'ydim deganga, unga shunday aloq tutilgan ekan, do'zaxda alobda issiq tutilganga voy-voylab bir chinik kosa suv berilganga, u 70 yil ibodatini bersang beraman deganga, shu 70 yil ibodatini
bergan yangi bir chinkosa suvga yana kuydirgandan keyin yana bir chinkosa suvga qolgan hamma ibodatini almashgan o'sha 70 yilgami 100 yilgami sanlarni ibodating bir chinkosa suvga arzimaydi sani 1000 yillik ibodating masjidni kallasiga tosh urganing bilan hech narsa bo'lmaysanlar. Amal yaxshi bo'lishi kerak. Mana shu yer yuziga havoni, suvni haqqini ado etishing kerak. Nafasni, juftni, ota-onani, farzandini haqqini ado etishing kerak sanlar. Sanlar nima uchun Rossiyaga sanlar? Noliysan, Rossiyada mancha daromad kelyapti. Yana ko'rmullalaring rus qulisan. Bu misrlarni gapiga ergashmaylar. Har xil mana provokatsiya qilayotdi. Yana bitta kommentariyani o'qidim. Aytayotdi, afg'on deyapti. O'zbekistonni bossa qaniydi bizlarni yangi davlatimizda olsa yangi nima qilsa deyapti. Yangi islomiy davlat. Sani afg'on qachon ololadi? Qanaqa qiladi? Alloh turibdi. Alloh bizlarni rizqlantiradi, boqadi. Alloh bizlarni hammamizni rizq beradigan Alloh. Bu imtihon dunyoga turibmiz. Afg'onning avvalambor O'zbekistonda bir oblast nimasi edi, xuddi bir kichkina bir oblastchani avtonom zonasi edi, xuddi bir Qoraqalpoqqa o'xshagan zonasi edi oldin ham. Hozir kim keldi? Aldan nimalaring pushtunlaring o'g'ri bo'lgan. Bizdan chiqqan Makkaga borayotgan, hajga borayotganlarni, savdo sotiq qiladiganlarni o'g'irlab, haqqini yeb, bosqinchi qilgan pushtunlaring Afg'onistonni bosib olgan. Yana SSRni yomonlayotganlaringni ham aytaman-da, shu SSRni borib Afg'oniston ololmadi deyapsan. Afg'oniston mana bizga 11-12 so'm 14 so'mida unlab ish surtmayverib, unlab SSR payti 3 rublga borib SSR ular tarqatgan xalqini boqqan Afg'oniston o'sha paytga Afg'oniston xalqiga yordam bergan bu bayviklarning nima uchun bayviklar qarshi turgan shu himoya qilib turgan sababi Amerika berib bosib olardi. Amerika o'zining bazasini qurardi. Shuni yaxshi bilginki Amerika Yevropaga nima Putin qarshi turibdi. Bular Amerika o'zini mana bu tiqib olgandan keyin oldindan ham harakat qilgan. Sanlar qul bo'lasan. Rossiyadan ajralganing bilan ham yo Amerika yo Xitoy seni yesadi. Xitoy nima uchun Alloh taolo ko'paytirdi? Hamma bitta narsaga bitta virus qo'yiladi. Har bitta organizmga shu insonlardan virusdagi mana shu Yajuj Majuj deganing to'g'oni masalan turibdi. Mana shu yerga yong'inanga turibdi bu. Pomir tarafidan ham kelyapti, qirg'iz tarafidan ham shunaqana turibdi. Qozoq tarafidan ham ko'rib turibsan. Prosent bilan boshqa bilan hamma shuna chiroyli e'lonlar bo'lib ichingga shuna kirib oladi. Nima uchun kiradi bu? Ya'ni ahli kitob bilan yaxshi bo'lmasang, rus bilan yaxshi bo'lmasang, rus bilan yaxshi bo'lib, nima hujum qilasan? Yevropa, Amerika islomga keltirish kerak. Rus orqali bo'ladi bu. Nima uchun mana bu nimalarga yangi o'ldirildi, Alloh biladi, uni Facebook qiladi deb kraksitini porlatadi. Alloh bilguvchi mana bu narsalar ustidan gap bo'lyapti. Nima uchun mana bunaqa sizlarni yezibdi Facebook mesajlar bu migratsion slujbalar nima o'zbekistonchiga yezibdi? Sababi ular hadislarni eshitgan ular. Chunki Ramzan Kadyrov soldatlari o'zi Ukrainaga hujum qilgan paytga yangi uni bir yangi siyosiy politologiya nimasi sanlar Mahdini, Imom Mahdini soldatsanlar, sanlar Iso alayhisalomni qo'shnisanlar dedi. Chunki ular hadislarga aytilgan 80 ta bayroq ostida nima yangi Rum sherigi bilan bular Mahdini mana Rum sherigi bu Rossiya bu. Rossiyaga tatarlar ham bu, ingiz chechen bu, musulmonlar ham bu. Mana shu musulmonlarning ichiga O'zbekiston ham kiradi. Mana shu yerga turibmiz bizlar. Buni Rum sherigi yangi 12 ta davlat yangi 12 ta bayroqdagi 80 ta bayroqda 12 mingdan soldat turadi degan o'sha Yevropa, Amerikaning bu Isroillaring hammasi qarshi turibsan, ko'rib turibsan, yevrilaring o'ynatadi. Nima uchun yevrilaring dushmanmi? Dushman qilgan bir-biriga musulmonlarga yangi Rossiya foyda qilgandan keyin biladiki, bu Rossiyaga bo'ladi yangi urush bo'lishini biladi. Putin bu musulmonlar Rossiya Rum davlat bo'lish, islomiy davlat bo'lishini biladi bu. Shuning uchun Rus tojikka, o'zbekka qattiq turibdi bu. Mana shuning uchun turibdi bu. Chunki buni ham pochilari bor, buni ham mullolari bor. Inson soldatligi bo'lganini, shu vaqt bo'lganini ularga bilmaydi desam biladi. Zakon ularga ham qandoq sani ko'nglingga Alloh solgansa, ularni ham ko'ngliga soladi. Shuning uchun o'zbek tojikka qarshi bo'lay, mana davlatimni qiynamasin deydi. Ular ham yaxshigina yashashni xohlaydi, lekin Rossiyaga borib turma ovqatini qilib beryapsanlar, qancha xotinlar, balasini boqyapsanlar, namoz o'qiyapsanmi, o'rgatan o'shani. Qanaqa bo'ladi? Mahdiga ergashasan, Mahdi men bu. Men orqali bo'ladi. Senlar u valavaladi bir-biringni go'shing yeb, yangi men musulmonni o'zingni yangi da'vatingni qilasan, qaysi gul ummat ovozi baloy-balo provokatsiya kanallar tiqilib ketgan mana bu nimani maqtaysan, yangi Suriyani oqlayapsan, prezident nima bo'ladi? Haqiqatan ham hech narsa qila olmaydi. Yevroy turibdi yoniga. Bir kalla qilaman musulmonman degancha bir soatga qoldirmay uni jonini oladi. Qo'liga $1 million soatlar to'qib turibdi. $2 million qancha $1 million soat. Musulmon kishi shuna bo'ladimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida eshitganman kerak bo'lsa kishi 8 tangaga bir jilaymi bir mana bunaqa
chaponmi bir nima yelkalarga tashlaydigan bir kiyimni olganlarga, to'nmi shu ustiga yopinchiq shuni bir nimani olganlariga shuni 8 tanga turgan bo'lsa, shuni 4 tangaligini olgan deyishganman. 4 tanga arzonrog'ini, ya'ni 2 tangasini sadaqa qilganlar, 2 tangasini yana bir nima qilib shu arzonrog'ini olganlar. Musulmon kishilarga namuna bo'lsin deganlar. Yana eshitganman-ku, Hazrat Umar ham kerak desa, mana bunaqa yamoq kiyimlar kiygan deb. U yamoq kiyim kiyish kerak deb. Mana shunda nima uchun o'sha o'g'il qilmaslik kerak kiyim boshdan narsani, pulli, yetim yesirlar sadaqa qilish haqida gap ketyapti. Mana shu nima uchun bizlarda mazhabimiz O'rta Osiyo din mazhab juda yaxshi. Mana shuni olishligi kerak. Qachon menga yon bosasanlar, qachon like bosib, qachon mana bu olimlarning tasdiq qiladi, o'zini kanalidan e'lon qiladi. Ana shungacha ketaveradi, ishing rasvo bo'ladi. Shungacha sanlarni shemiz qiynaydi, mana bu yerda rizqini qiladi Alloh. Keyin yana nima uchun aytilgan? Payg'ambarlar surasi 96-oyatga nima deyilgan u? Ya'niki Yajuj Majuj qachonki to'g'ondan oshib, devordan oshib buzib ketaversa degan. Bu to'g'on degani bu ma'no beradi. Ya'niki devorlardan oshib kelish degani, battar bizlarni bosib xo'rlaveradi. Xuddi Mo'g'ul birinchi marta nima bo'ldi? Islom dini yoyilgandi. O'sha payt bu yangi nimalar bilan ham urush qilgan ekan musulmonlarning umri bo'yi 7 marta bo'lgan ekan nimalar. Nima deydi, Rumni baqqarab yurishi, salib yurishi, papalarim bunga gijilagan, men maqtaganlaring kimdi? O'sha maqtaganing ham olli, polli deysan, Aloqsoni olli deysan. Aloqson 10 yil yashagan ekan o'sha olgani ham, yangi Aloqsoni olib olgan nima ham, uni o'g'illari yana nima uchun o'shandan keyin o'sha 1300 yillarga kelib bosgan, Mo'g'ul bosgan. 10 yil, 15 yil umr ko'rmagansanlar. Ay, sertifikatga 80-90 yil yaxshi umr bo'ldi xudo olsa. Yana agar menga yon bossalar, inshaalloh qiyomat soatiga keldi. Bu qiyomat soat degan hazil narsa emas. Qiyomat kuni deb aytilgan ham. Bir shu oyatga qiyomat soati deyilgan. Men sizlarga shuni tafsir qilaman. Mana orqali bo'ladi bu nasibsa inshaalloh. Yangi 40 yil boshqaradi Isa alayhisalom deganday, bu menga berilgan umr, mendan keyin xudo olsa mana shu tinchlik, omonlikka yetish uchun avvalambor menga bo'ysunishing kerak. O'zingcha o'zing Allohga shukr, alhamdulillah robbil alamin. Men payg'ambarni tushimga ko'rsam, men Makkaga borsam, meni ham chaqirsa xudo dema, menga sanlar oldin xalifasi turibdi, Allohning yerdagi xalifasi turibdi. Allohning buyrug'i kelib turgan, men orqali bo'ladi. Sanlar menga agar parvo qilmasang, men ham Alloh ham sanlarga parvo qilmaydi. Shuni yaxshi bilib qo'ygin. Alloh menga parvo qilmagan, men ham sanlarga parvo qilmasligim ham mumkin. Men prosta menam foydam bor. Meni ham bo'ynimda qiladigan vazifalar bor. Men ham shu biron fitnasi degan ayol bilan tezroq umr ko'rib oila qilishim kerak. Mana shuning uchun men harakatimni qilaman. Sanlarga bu mana shu yer meros qolishi uchun mana suv, mana shu yer yuzida suv ichib, yer tuproqqa yaxshi ekin-tekin qilib, to'yib, yaxshigina farzand ne'matlarini ko'rib, nevara-chevara rohatlarini ko'rishing uchun mana shu menga bo'ysunishing kerak, qarindan o'tib olishim kerak. Farqi yo'q, qanaqa mullasan, nimasan, siyosatchimisan, qanaqa bo'lmag'ir kanallarda eshitib vaqtingni o'tkarma, bo'lmag'ir kanallarda eshitib musulmonlar kofirni o'ldiramiz, yerni o'ldiramiz deb vaqtingni ham o'tkarma. Mendan bekinib qochib ham keta olmaysan. Dobbatil arz haqqiga ham hadislardan aytsam, mana eshitganlarimni 3 marta chiqqan degan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 3 marta chiqadi dobbatil arz degan ekanlar. Birinchi marta cho'ldan chiqadi degan ekan. Bu cho'l masalan o'sha Makka atrofi hamma Makka Mukarrama atrofi cho'l bo'lsa, mana baqa Surxondaryong bo'lsa, keyin Afg'onistongacha cho'l mana baxlaring. O'sha yangi cho'lmi? Biz ham shu cho'llar joyda turamizmi? Ya'ni o'sha hadislarga to'g'ri keladi. Ikkinchi marta yangi qayerdan keladi? Makkani devori atrofi yaqindan keladi degan ekanlar. Keyin yana bu 3-martasiga Makka, ya'ni Ka'ba bilan Ibrohim alayhisalomning yangi oyoqlari qo'ygan joy, yangi Ibrohim maqomi shu o'rtaga turadi. 3-marta turganda hamma qochib chiqib ketadi. Yangi bir solih kishilar Allohning qadariga nima qilib iymon keltirganlar aytar ekanki, bir to'da kishilar, bir toifa yangilar aytar ekanki, mayli Allohning yozgani bo'ladi peshonamizga, shu dobbatilazga sherab turaylik deganga, o dobbatilaz shuni yuzlarini shunday bir chiroyli suratga qiladi, jilolanadi ularning yuzlari degan ekan. Bu nima ma'no beradi? Bu ya'ni dobbatul arzni ikkovi Iso Imom Mahdi bilan bir kishilik ekanligiga dalolat. Ya'ni xuddi shu yangi joyga 313 kishiga bayat beriladigan Imom Mahdi bilan Dobbatil ardi birligidanki 313 kishi bayat oladigan Ibrohim maqom bilan Ka'ba toshini atrasi Hajar al-Aswadda o'rtasiga yangi Ka'bani orasiga. Xuddi mana shu bu hadisga ham mana ko'ribsanlarmi? Yangi peshat qo'yadi degan, beli qo'yadi degan sababi men so'kinaman, basha qilaman.
Sababi so'kinish mumkin emas shariatga, lekin men shularni qilaman. Nima uchun? Mana bu ko'rmillolar bir-birini so'kib hozir kommentariya yozadi bir-birini. Hech narsani qila olmaysanlar, o'zgartira olmaysanlar. Qiyomat soat degan joyga keldik. Men senlarga va'da berib aytaman. Hali ma'dini chiqarishga 10 yil bo'ldi, 1000 yil bo'ldi, vajillar o'tdimi? O'zi pishib keldi, o'zi Rum bilan urushlar, mana Malhamatul Kubro Armagedon. O'zi mana nima uchun mana video qo'yishimga sabab Falastinni ko'rib turibsan, qanchasi xor-zo'r bachalar jihad qilaman deb turibdi, mayda-mayda bachalar. Bularni qo'yadimi senga? O'zi o'tomon o'ldi deyapti. Bittasi video qo'ygan qiyomat alamatida haqqiga 8 soat uni yechdi bo'lmaydi. 20 minutga 40 minutga tayyorlayotgan videoni har bir minutiga yangi osmonga chiqadigan tungi sayr nima deydilar? Yangi Isro zamini deb qo'ygan, uni yechdi ham bo'lmaydi. Isro zamini deb 80 ming marta qo'ygan, yangi porlaganlarni, o'lganlarni qo'ygan, qisqa qilmagan, buni yechdi ham bo'lmaydi. Shunaqa videolarni bir qisqa, chunki sababi sanlarni or nomusini, vijdoningni uyg'otay, kelib menga Falastinga yordam bersin deyapti. Falastinga yordam berishing, borib hech narsa qila olmaysanlar, borib qurol yorug' olib bo'lsang ham o'ldirib boshqa hech narsaga yaramaysan. Sanlar 40 yevrolarni o'ldirgan taqdiringga ham, sanlar ham o'lib ketasan, bir och qo'ygan taqdiringga ham, sanlar merosxo'r kim bo'ladi? Xuddi Mo'g'ul birinchi marta merosxo'r bo'lganday, o'sha bo'yniga qurt tushadigan yosh-majlar merosxo'r bo'ladi. Rossiyanga ham, O'zbekistonga ham, o'sha arab yerlaring ham hammasiga shunaqa bo'ladi. Shuning uchun bo'ysunishing kerak, tezlashtirishing kerak. Ikkovi bir kishi bu, yangi nimani ham hadisda ham qo'yganim, Iso bilan Imom Mahdi bilan, unda Iso bin Maryamdan o'zgasi Mahdi emas deganini. Iso men yana o'sha oldingi temalarga aytganman, osmondan hech qanaqa tushmaydi deb. Ruhimiz tushadi Alloh taolodan. Mana shu tanaga tushganmi, tana bilan bo'ladi. U Iso alayhisalom hech qanaqa o'sha payt ham azobini tortganlar. 12 ta shogirdlari bo'lsa, hammasi bir yilga tug'ilgan. Masalan, Manno nima yangi shogirdlarni ismi ham qanaqa edi, shunaqa bo'lib Injillari Manno nima o'sha nima Injillarning nomi bordi 5 ta 6 ta, hammasi nima uchun har xil? Chunki o'zini fe'lidan aytgan ular. Ot yil tug'ilgan bo'lsa, ot yildan o'zini fe'liga qarab yozgan. Iso alayhisalom vafot qilganlaridan keyin o'sha fe'lni kitobda yozgan. Yangi zamoni itildan tug'ilgan bo'lsa, o'zini fe'liga qarab yozgan. Cho'chqaydan tug'ilgan bo'lsa, o'zini fe'lidan qarab yozgan. Shuning uchun kitoblar xilma-xil bo'lgan. Alloh taolo o'zi xohlaganday burib yuboradi. Alloh taoloning oldidan keladi. Hammamizga Alloh taoloning o'zi yaxshi yomon yo'llarga ilhomlantirdi deydi. Hozir nima qilish kerak? Hozir yer yuzidan har bir qarshi yer masjiddir degan. Shunga tayyorlashimiz kerak yerda. Alloh taolo man qilgan narsalarni supurib tashlashimiz kerak. Sanlar islomni da'vo qilyapsanmi? Million marta borib hajga kallangni urganing bilan hech narsa o'zgarmaydi. Jannatga erishaman deb payg'ambarimni tushimga ko'rsam deb yotib yig'lamaysan, payg'ambaringning qabrining tagiga yotib yig'lamaysanmi? Alloh turibdi. Alloh taologa sen ibodatini qilishing kerak. Allohning elchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kitoblari qilgan. Kitoblari qolgan kishi yana aytganlarki, meni urug'imdan bitta nima tug'iladi deydilar. Meni zurriyotimdan tug'iladi deydilar. Mahdi tug'iladi deydilar. Nomi meni nomimday bo'ladi, otasi otamning ismiday bo'ladi deydilar. Sanlar tez Mahdini tanib olgin, tez ishni boshlagin. Like bos, kommentariya yoz, rivojlantirgin. Boshqa hech narsa yo'q. Mana shu kanal qancha rivojlansa, qancha yeshsan, qancha like bossang, prosmotr qilsang, o'zingga yaxshi, yer ahliga yaxshi savob shunga bo'ladi. Boshqa hech qanaqa savob izlamagin. Yana unaqa hijoblarni yopib olib, qanaqa narsalarni bosib internet sastib ham o'tirmagangi poshqularing. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.